Endilikda pedagog kadrlar sirtqi ta'limda o'qitilmaydi. Joriy yilning 28-aprel kuni Prezident pedagog kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Farmonga ko'ra 2025-2026 o'quv yilidan pedagog kadrlarni tayyorlash faqat kunduzgi va kechki ta'lim shaklida tashkil etilib, sirtqi ta'limga qabul amalga oshirilmaydi. Farmonga ko'ra 2025-2026 o'quv yilidan pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'yicha pedagog kadrlarni tayyorlash faqat kunduzgi va kechki ta'lim shakli bo'yicha tashkil etilib, sirtqi ta'lim shakliga qabul amalga oshirilmaydi. Oliy pedagogik ta'lim yo'nalishida nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish sohasidagi faoliyatni litsenziyalash Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi xulosasi asosida amalga oshiriladi. 2025-yil 2026 o'quv yilidan xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda universitetlarning xalqaro ta'lim dasturlari joriy etilgan ta'lim yo'nalishlarida dars berish uchun professor o'qituvchilarni tanlab olish tizimi yo'lga qo'yiladi. 2026-2027 o'quv yilida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida gospital pedagogika magistratura mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. 2026-yil 1-sentyabrdan respublikadagi mavjud pedagogika texnikumlarining o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim dasturlari bosqichma-bosqich joriy etiladi. Nima deb o'ylaysiz, sirtqi ta'limning bekor qilinishi kelgusidagi maktab ta'limining samarasini oshirishga yordam bera oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.